Diqqat! O'zbekistonda plastik kartadan foydalanayotgan o'zbeklarga tezkor xabar. Bugun 22-aprel kunidan boshlab barchasi o'zgaradi. Hamma plastik kartasi bor fuqarolar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zingizni aldamang, tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yalliqlanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi, erkaklar quvvatini kuchaytiradi. Vulkan bilan sokin hayot kechirasiz yoki qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, 30% chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazish mutlaqo bepul. Diqqat! Bugun 22-apreldan boshlab mobil bank ilovalarini faqatgina o'z nomingizdagi telefon raqami bilan foydalanishingiz mumkin. Agarda siz hozirda boshqa odamning raqami bilan foydalanib kelayotgan bo'lsangiz ham, 22-apreldan keyin ham barchasi odatdagidek ishlayveradi. Faqatgina yangi ro'yxatdan o'tish yoki kartani biriktirayotgan vaqtingizda karta raqami bilan jishiri bir-biriga mos kelishi shart. Agar mos kelmasa, plastik kartangizni mobil bank ilovasiga kirita olmaysiz. Bu talab yangi foydalanuvchilar uchun taalluqli, deyiladi xabarda.